video olish sababi kelajakda bunga juda ko'p ovozlar beriladi. Bular Farhod, Shirin, Layli, Majnun mana shular orqali bu kelajakka yangi holatda berildiki, kelajak yoshlar buning bahosi yo'q. Bu kalima bizlar mana shu bilan yashaymiz va mana shu bilan ulg'ayib dunyodan o'tamiz. Shuning uchun ham bu kalima asosiy narsa yer sayyorasiga qo'yilgan. Farhod, Shirin, Layli, Majnunlar chiqqan, boshqa olamlar chiqqan, hammasi shu tarqata olmagan ular kalimani. Bizlar bu videoni tahlab mana shu insonda mehr muhabbat, shu kalima hurmati uchun yer sayyorasiga mana shuni aytib yurishga da'vat qildik. Vaholanki bu 100 yil, 1 asr, 2 asr balkim yashar, uni Alloh belgilaydi. Bu kalimaning qancha hurmati borligini Alloh belgilaydi. Chunki zamonaviy internet davrida buni qo'yilishdan maqsad har kim har xil tushunadi. Bu yerda asosiy bizlar hozir bir-birimiz bilan uchrashib, ko'rishib, yaxshi bir-birimizni tabriklashimiz mumkin, lekin bir ketamiz. Mana shu holatda bu kalima o'sha payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam bu kalimani ayting. Kimdaki mana shu kalimasi jannatga kirsin deganlar. Mana shu kalima orqali qanday inson bo'lishdan Qur'onning ma'nosi mana shu kalima. Shuning uchun xursand bo'lib, mana shu Farhod, Shirin, Layli, Majnunlar buyuk mana shu sevgi bobida insoniy toifada olingan mashra bu mana nimada tug'ilgan holatlarni ko'rishing mumkin. Uvaysiylar kelgan. Bizni zamonamizda oshkora videoga ko'z bilan ko'rib, bu kalimaning hurmati bilan bir-birimizga quvonch taqdim etishimizni ko'rishingiz mumkin. Bu yerda bu asrlar ichida bunda qancha juda ko'p ofarinlar, juda ko'p layklar, juda ko'p odamlar tushunib boradi kalimaning ma'nosini, kalima nimaligini, Qur'onda nima uchun kalima salovatlar aytilgani haqida bu yerda ozgina ma'lumot berib, mana shu o'rada qoldiriladi. Buni tushunish kerak. Mana shu kalimani qancha aytib, baxti taxt, orzu-havaslarga erishish mumkin. Qancha ko'p aytsak, shuncha Bovaddin Naqshbandiy taraqqiyoti, ilm dargohlarini ochish mumkin ekan. Buni tarqatish kerak. Hozirgi zamonda inson xayolida aytib bilish kerak, bir nafasda aytib bilish kerak, ovoz chiqarib aytib bilish kerak. Mana bizlar ikkalamiz aytib, buni isbotlayapmiz. O'tgan davrdagi Layli, Majnun, Farhod, Shirinlar chiqarib ko'rsatolmadi, bizlar chiqarib ko'rsatdik buni. Bunga qanday ovoz berishi iymon e'tiqodli insonlar, o'sha hurmat, izzat bo'lgan, shu kalimaga bo'lgan bizlar yashayapmiz. Mana shu kalima hurmati degan iymon e'tiqodni berib ko'rsatib qo'yilgan. Iymon e'tiqod endi har kimda har xil xayol bo'lishi mumkin. U xayollardan voz kechib, xayolda faqat kalimani saqlab bilingki, inson bilan yashaydi. Bir-biriga ilm tarqatish kerak. Allohumma salli ala Muhammadin ali Muhammad fil avval oxirin fil maloilla yamidin degan ma'noda ko'rish mumkin. Shuning uchun ham bu kalima holatini ko'rishlaring mumkin. Muhammad Nabiyullah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammad Nabiyullah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammad Nabiyullah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammad Nabiyullah.